بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عندما آيات مشو الله يولدا نفق قلش زكاة ورش صدق إحسان قلش مناسبة كوغشقا hazır mı ya da xuddi bir sual qo'yilgan ekan. Mush nafqimni, mush chiqimni kimga beramiz, nega sarf qilamiz desa, sarf qilgan o'rindan birini ko'rsatadi. Ya'ni faqirlarga beringlar degan tariqa. Al-jaru fi lil-fuqara mush lam hazır mutaalliq bi mahzuf ay i'madu lil-fuqara. Yani siz mush sadaqani hazır faqirlarga beringlar degan. Faqirlarni ko'zlab, nishonlab beringlar degan. Maqsad qilinglar degan ma'noda i'madu. Aw huwa khabaru mubtada'in mahzuf. أي هذه الصدقات للفقراء يعني من دا تقدر قيسق بلدو هذه الصدقات للفقراء دسك هذه الصدقات ديجنجت قل دازر محسوب قلب كتاد دسك مود يعني لمن هذه الصدقات نبدو سؤال قيسق للفقراء صفتهم كذا وكذا الذين أحصروا في سبيل الله yani Allah yolunda cihat qilish uchun cihat qilmizda shu yo'lni manayotgan kelayotgan yo'l ustida bo'lganlar deydi. Ahsarahumul cihat yo'lini boshqa tijorat va hunar kasb qilishdan to'sab qo'ygan. Butun vaqtini cihatga chiqarganlar. La istati'una darban fil ard. Ular cihat bilan mashg'ul bo'lg'achqa, zaminda ish ovqat qilishga, tirikchilik qilishga fursat yo'q. Wa qilahum ashabus suffa. Yani bir tafsirda bulardan shu ashabus suffa maqsad qilingan deydi. Yani Rasulullahning masjidida, ash bir challaning ostida ya süpürek bir orunda yetip kopap, öy makansiz, üye bir yerden kilip, iman etip, özünün kavmi, mal mülken münasını taşlap, Resulullah'ın huzuru kilip, cihaddisa aldın sapılıp çıkılgan, hani başçağda ilimi gündüğün, Allah'ın zikir kılıp oturgan, şunda sahabılı vardı. Muşul maksat kılıngandır. Bulam da, ben tirikçilik bir işlerine bağlıları, yani mal varalları bombanı iken, şu cihat kılıp, tapkını yap, onun başçağda ibadet olan şundan boğaçka, tapılmaydı deyik. Muşunda fakirlerge bir anlar demek. وهم نحو من 400 رجل من مهاجري قريش. Quraysh'ten hicret kılıp çıkan Müslümanların asaslık şoldan terkiptası başkandı. O kabile bu kabildim de biraz hicret kılıp kep kalan Müslümanlar vardı. Lem tekullahum mesakinu fil Medine ve la aşairu. Yani bunun uruk tıkkalları, kabilesi ya ki öy makalları yoktu. Fekanu fi suffatil mescid. Şu an ola mescidinki oylisti ki mesela çelle ya pişayonda yatıktı değil. وهي سقيفته سقيفة ديان şu çellem mesela yüzünden yani bunun baran olduğu mu mesela üstünde yapıp aptaptan dalda kılgan üstü yapıp diyen bu sakifeti Beni Saide diyendek şunu üstü yapıp oturup çay içip paranlaşılan caydek Beni Saide'nin bu mescidin içindeki şu gurbala yetip kopduğun cay şu Hayda yakın buluş gerekin. Şu çağda mescidin orunu aslında küçük oldu. Yeteallamunal Kur'ana billeyl. Bulan da şu mescid kopmanıkin keçse Kur'an öğrendiken. Ve yuraddihunan neva bin nahar. Gündüze kavminin uruguna çakı deken bulan. Radık degen iziş. Demek şu urugunu izip yağınından yağışkı dağıştılar. Ya karşında yemeklik kılıp bir şey dağıştılar. Ve kânû yahrucuna fi kulli seriyetin ba'ataha Resulullah sallallahu Resulullah evetken her kanda koşun bolsa, şu koşunda cihatka asker olup çıktı. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ اَتَاهُمْ بِهِ اِذَا اَمْسَى Qatil cihat çıkıp cinası ülkeyen bolsa, bile tam o taraf deydiğen. Bundan xuddamda hüneri cihat. Onun başçağda Resulullah'ın ilmi gengeç, ibadeti gaç, ançı mıçayında çıkıp cennet vakfını mı kıldığa. Bulmuşsa cihatın olacağın ganimetine secdeydiğen. Yani yüzden kılçığı tayınıp peşeydiğen. Resulullah'ın öneri ümite, Resulullah'ın öneri mi? Resulullah'ın öneri cihat. Başka öneri yok. Peygamberlik vazifesi var ama hüneri şu cihat. Her bir peygamberinin bardır bir hüneri, peygamberimizden hüneri cihat diyen şey var.
Yani cihat kılıptı, cihatın ağan olduğun kapırından edipini verip, kuşuyla ilip bunasını, aşını özünün ailesinin haraceti gelmişke, bir yıllık haraceti mesela, saklık ve bağını sadaka kılıptık, hem de hecleytti. Ahlilimlik, alimlik, sorun tabi orunlarda ya bir nikahında da bir gel bulak keninde. Çoğun bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç kanda kesbi yoktu. Resulullah'ın hiç kanda iş yoktu. Şu hikayen hediye, ganimet ağan o yüzden şunu olduğunu yapıldı Resulullah. Bizim Molla'mla asabını bulup da mesela mandar delili kalıyor. Ya hediye asın makul. Şimdi de bunun başkalar kandan yapıldı. Resulullah'ın bakayıp oturup yapıp güzel diye. Yo Resulullah başkaldığın hediye yapqasa, onun evzilerakin qaytırıp minnettarlık bulmaydı. Resulullah padişah soğuklusun, bir soğuklusun. Necaşi'nin urgun soğukluğu. Demek hatta adet şahsının kısmı Resulullah onun neçesi onun yaşını qaytırdı. Lekin bunu da bana turup mutkipen mullamla da teyatap bulab başqalarının mesela sümürüp içidigan da boş bulmaydı. O bahane. Mesela bir eylenim ilim qo'zning hayotini bog'labdi. O'qish bilan shug'ullanibdi mesela. Bu odam mesela tijorat qilish, boshqa ishlarni qilish neticasida ilm ma'rifat yuritish, o'qish ishlari daxl tarz yo'l qo'ygan. Shuna sharoitda mesela shu odam shu ishlar bilan shug'ullanish durustmi? Durust, durust. Mana la yastaqun darban fil ard yahsabuhum jahil. Cihat bilan mashg'ul bo'lg'achqa, yana bo'lmasa cihan tashlab qo'yib medika ishlasa, non tep yalaydi. Hali mesela devletin o askerlerini müşkülaştırımlar. Hem müşkül koyup koyup. Baş bakar şu devletin koğdayımızda başım müşkül koyup aç teyya nanını yeydi o şolar. Belki maaş bağlılık taka. Üniversiteye azrak olsun maaş verip durdu. Ma tamak pul, emanet pul da başını verip durdu. Mesela Suudi Arabistan'da Cami İslami'de Kur'an uyutulduğun, hadis uyutulduğun ustazının özünün maşinleri var, ölüleri var aslında adamlar. 15-20 yıl maaş alırlar. Hazır bu kes nimesi burunki zamanda bunda bir grup bunda buluş gerekti. Hazır maaşında her bir kes dairde bir mahsus mütehassıs adam buluş gerek. Bunda bulaş için hem işte zamanı özlem kılaman dese ona toluk verilip vaqt çıkaramaydı ahval mevcut. Daha iken bir kısım adam toluk vaktini çıkarıp balı okutusu. Ona ticaret kılgalla havap turayla. Buramlı babası bu da çekiletti. Hazır da babada azamas sonra babası aldan buldu. Yani demek bu emeliyelik nimemiz aşın şunda kılmay bulmaydiken diye ekeldendi. Bulmasa ehlinle işin bah edukasyon bulmaydı da mukisa. Qariyla balı oxtanmayma hazırca işkirtin mala çıkınsa bulmaydı ise bu İslamiyet yok gidiyor. Ya kendi içip qo'ygan necha medrese, maktab, universitet bo'lsa, mesela ayda o'qituvchilar maktabda o'qisinman, tijoratim bor desa. Unda ish bo'lmagan ekan, shular shu vazifani qilmasa bo'lmaydi. Uning turmushidan boshqalar xabar turish kerak. Demak bu va ta'awanu alal birri va taqvo degan dairaga tushdi. Shu burunqi olimlarmi debdikan. Burun İslam hükümeti şu nimeni tayil etti, maaş tayil etti. Mesela Hazreti Abu Bakır halifelikki maaş algan. Halife olup ağaçsa degende bacağımansa, oy nege varlı bu? Ma Müslümanın işin hal kaldı o yani ki, ma turmuşunu kamdısam bulmaydı, onda alsam maaş toqtip birler. Dep 2,5 tenge mi, günlük maaş toqtip birler. Şunlar anda halifeler maaş edip kelgen. Keyin anda qazı quza, müderris, muezzin, zaten şu dinini tutup duruşun zörlü oğan İslam'a Beytul Mal'dan maaş verdim bu. Son burunqa yani Pimazatga alındım birisinin Orta Asya'daki alındı bu sorupken. Bu hükümetin ağın bu maaş qanda ola. Diye o adamlar biz na'mal lillah ve na'kul min malillah. Biz Allah için maaş alıp hizmet qilgan adamlar. Allah'ın pulunu xejeymiz bizning pul emas bu. Allah'ın pulu bu. Şunu da xejeymiz debdik. Şu anda o o'qituvchilik qilgan, bu ishni qilganlar Allah razılığın için ko'zlab İslam'a hizmet kıldım da kılıç gerek. Yani mesela bayramında yardım kılamam ki, onu da üyüdüm bunda askerlik demek. Ama turmuşun kamdaş için aslında anımını kep kalsa, onu elep takımı yakşı hizmetke atılmış gerek. Vaktini takımı toluk çıkarıp, fedakarlık kıldı. Bunda kıyanda İslam'a saklanıp oldu. İşte öptüm bulaş gerektiğinde, başkalardan temel kılmasıyla, anın keyneden şu hizmet kıyarken kıygan edemini başkalarının temel kıldırmasıyla. Şöyle temel kıldırmayı,
yol tutmay. Yani ihtiyacı qamdalgan bo'lsa, baş yardım olmaz kerak. İhtiyacı qamdalgan ekan. Qur'on o'qitadigan muazzin, imam, müşedamlar bo'lsa shunda. O'z boy odam bo'lib qolsa, olmasa bo'ldi. Agar boshqa kirim bo'lmaydigan, shuning qarashliqadan bo'lsa, elib o'qisa bo'ldi. Yani o'qitishni islom xizmatini tashlab qo'ymay, tirikchilik qilib turdi. İslamiyat xizmat qilish kerak. Xizmat qilganda o ma'lumotlardan doktor siz boshqa tegishli qilmaysiz. O'shandan keyin qanaqa qilganimiz bizning bo'limdan yaxshilab bizni bo'lmagan ekan bizlarga tegishli qilmasa ya hozir band o'tindi. Hozir ashunda qildigan ahvol bor. Mana ma uy, mana ma mashina, hatto mana ma xotin, asma islom xizmat qilan. Mana ma pul. Boshqa ish bilan shug'ullanmaysizmi? Xizmatni qilaman dedi ashla chiqdi. Chunki xalq qanun tushunib ketdi. Burun o'sha odamlar, o'sha mollaning o'zi, o'sha uy, mashina baga tijoratchi bayning o'zi lipap olding deb burunqa mollamni tillaydi tashladi. Hozir ham u lipapa bunda bosh shaklni olsa, yo'g'on bo'lsa oladigan, kishi bo'lsa uni ayblaydigan bir ahvolda ekan. Lekin burun hamda haqiqatan burunqa kishilarniki turmushi hozirgidek unda nima yo'qdi, iqtisodiy ko'tarilish yo'qdi. Burun shu bir ilmni xatmi qilsa, talibni yangidan bir savodini chiqarishga yana olib bergan chog'da biz kiyimroq yo biz dasqon bo'lib nom bilan ishga bo'lgan masalan 1 kilo navat bundan asli opirdi. Rasmiy Qur'on yodlab ilmni xatmi qilgan chog'dan bir kamzorlik sarja masalan ya bir tonliq raq bunda qo'ydigan ishlayapti. Lekin shuning bilan u bir bani o'qitgan odamning ehtiyoji shundan qanday ketmoqda. Chunki bizning o'ydan jutun biz soat uruk achirdi. Yani biz nima qo'g'im pishib deb qo'ygansa, unda qilib uni ehtiyojini qamdagan. Chunki avqaf hammasi musodir qilingan. U mudarrisligiga keldigan maosh to'xtab ketdi. Lekin bu char nima? Biz mushin bunda hal qilib turlar, vaqtlar, ehtiyojini qamdab turlar. Yani tariqi muvafiq shu o'z vaqtida muvafiq ishlash. Ki voy bu harom bunda deb cheklagandan keyin amaliyotda hozirgi shu islom sahva vatanda hozir qadar islomning bunda jonlanib kelishi hozirgi xizmat qilayotgan shunda lipobilib dasqon qabul qilib o'rgatgan ulamoning shogirdlari shu qarilar hammasi o'zi qashqarim shu ashqarim u qarim bu qarim xotanda qal qarajim nima ashuna hammasiga shunda nima qildi dasqon yo'llaydi demak bu aslında bir xil hamkorlikdan iborat endi. Lekin ashula maoshga 8 soat, bir oyda zodi aslında yakshanbadan boshqa kunda 6 kun 8 soat ishlagan odamdan 2-3 soat ishlaydi. Mesela 2 soat 2-3 qopab dars o'rib, bombatcha nechalarning darsini o'rib olib, bombatdan keyin darsini tinglab, qilib puxtandan keyin soat 11 oyda davom etdim. Onun chiqargan kuchlari zo'r. Şu hozir bizga islomiyat bunda holatda yetib keldi. Namoz o'qiydigan odam bor, islom tushunadigan odam bor, islom davlatlar deganda qilib birimda musulmonlarchilik bor. Yo'qolib ketmadi shunda turib. Shunda o'ndan u og'anning niyati, nimasi uni Alloh taolo o'zi. Lekin bu hozir endi ehtiyojni qamdash uchun elab endi o'qitib xizmat qilsa bo'ldi. Boshqa hunar kasb qilganning o'rnidan. Ammo o'zi boy turib, ondan bu ishni tapovatni aylantirib olgan bo'lsa, o'chata davomli unda shu butun diqqatda shundalar kishilarning keladigan manfaatda bu xizmat qilish ishkini masala bunda bo'lib qolsa ishchata ya shunda birani adam chiqib qoladi chiqib qolganligi umum hamma mullamning obrazini sundirishga bo'lmaydi yani masalan 10 ichida bir kishi shunda chiqishi mumkin odat jamiyatda mullam emas odamning shunda bor Davanikin o mollam degan manda qildi, unda qildi deb tushirib etmay bo'ldi. O'z hurmati bilan shunda qilpag'ini yaxshi. Ashab-ı suffa bunda kishilarga ashab-ı suffa haqida nozil bo'lgan demoqchi mashkini tafsiradi. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Uning ahvolini bilmaydigan kishi ularni boymiki deb o'ylab qoladi. Chunki ular bizkimdan bir narsa tamaq qilmagan ekan, bir narsa so'magan ekan, tilmagan ekan, bir narsa olmagan ekan, bu ehtiyoj yo'q, boy o'xshaydi deb o'ylab qoldi deydi. Yahsabahum va babu Shami va Yazid va Hamza va Asim g'ayr al-A'sha va Hubayra. Nima yahsabuhum deb qiraat qildi. Boshqa joy yahsibuhum deb qiraat va babuhu degan Qur'on karimda mushundalam kelgan yani hammasi deydi. Aghniya aminat ta'affuf.
Ta'affuf özünün aşında tat başqalarımızga bir narsa olmay bunda tutgan adamlar edi. Bunda tutganlıktan bay deb o'ylab qoladi. Mustaghnina min ajli ta'affufim anil masla. So'rashdan o'zini pak tutganligi uchun shunda o'ylaydi dedi. Asba'u va man yasta'fif yu'atfuhullah. Man yastaghni yughnihullah. Ta'rifuhum bisimahum. Ularni chiroyidan taqdir qilib chiroyidilla tunib olaysan dedi. Bilib olaysan. Qandasi min sufratil wujuh va rasatatil hal. Chiroyini sarg'aygan, yemak-ichmak joyi bo'lmaganlikda, uzuqni shaxs bo'lmaganlikdan bunda holat ko'rsatadi. Ani taqdirga kiyim-kechaklarimi avara. Ko'ni kiyim-kechakni kiydigan. La yasaluna an-nasa ilhafa. Yo'q, shunda turug'liq kishilarning ko'ziga tushirib gunoh so'ramaydi, tilmaydi dedi. Yani qashonlik qilmaydi dedi. Ilhafa. İlhaha dedi. İlhah degan ilhafniki izohi. Aynan o'xshash match. Bu ilhaf degan nima? Xuddi masal lihaf yoki masal o'zimizning yotgan, yepindigan yepinchoqlarimiz o'zimizni chaplashib turgandek adamga solish olmaydi, chaplish olmaydi. Tilamchilar balki peshiga soldigan, bizlar azroq ba'zini esloldigan. Ishkadan ketib qolib biraydan bayamasa yana birsiga esloldigan. So'rilib bir yoqlar manglamaslar. Burun bir sebeplerimizden biz tepkiyen koy, biz çaplışıp alsa, çaplışıp binas vermese, bu اَلَّذِي يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً bu nerede bu haklar? Bu hiç pul çıkmaydı bu haklar. ذَهَبَ مَعَ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسِ الْحَافَةَ çaplışılmaydı Allah bilen mi? Birlikte ketip kaptık ya. Aziminde çaplış oldu Allah olan iken, sezmeydi Allah, faydalı kaptı. Qila huwa nafy as-su'al. Endi la yas'alun degani mishada faqat tilmaydi degan tilashga qarta la demakchimi hozir bu yerda? Ilhaf ki qarta la demakchimi? Agar ilhaf qarta la bo'lsa, bu ko'zga chirilib, unda salishib nima qilmaydi, lekin unda bir qatim so'raydi, ba'sim bo'ldi qildi degan gapmi? Yani tilashi tilaydi, lekin ko'zga chirish yo'q deganlikmi? Demak bu nafy as-su'al degan faqat so'ramaydi degan bo'ladi. Fakat soramaydı, ondan o salış olduğun, köz geçirip olduğun, çatlış olduğun işim yok diyen buldu. Demek, es-sual vel-ilhah menfiyan demek şey. Birinci. Ke kavlihi, ala lahibin la yuhtada bimenarihi. Ala lahib diyen dağdan yoldan. Lahib diyen dağdan yol. Ala tariqin anlamasın. Ala tariqin la yuhtada bimenarihi dedi. Riyadam da la diyen bir nefi keldimiş onda. Yuhtadagilam lamu ya manarigim lamu demekçe. Yürüydü nefil manar ve ihtidabi. Demek bunun manarı mı yok? Manarım mağanıken onun manar diyen da yoldaki yol çıraqları mesela belgeleri. Mesela manda mansın falan dediğindek yol işaretleri, belgeleri bulmağanıken onda doğru yöntem mangılın bulmaydıgan yol demekçe. Demek mesela munarisi belgesi mi yok? Andın o doğru yolun tepişi mi yok? Boğan onda ezip gittiğin bir yol demek için. Vel ilhah vel luzum. İlhah diyen anda şilimdeki çaplışır, cobodaki çaplışır içinde. Ve la yufarika illa bir şeyin yu'tahu. Zadi bir nas birip kutulmak için ondan kutuluş yok. Burun kalkı Mekke rodu paylardek. Anlamı Mekke rodu paylardak. Burun da şu Suudi Arabistan'da petrol çıkıştırırken 60. yıllarda ilgili. Bizden atı babalarımız eskiga vakta Tilla şu niminle kaçla mahipmişken tögü ülen, atılan. 6 ayda berip 6 ayda kaçıp gidikken. Mekke'ye bağırsa, Mekke'deki aşınamlar fukaralar, bu çağda baş kirim bulmanı şu acildin, tiler kayızlamışken. Şunda acildin tövbe şeylerini biz görüp karavanı kayan bolsa mansak, 20-30 aşı vururadı, çaplış oldu iken. Jobodak çaplaştın, vurudu paydı. Şunda birisi gibi bağırsa, kağınımı ağışı oldu iken. Şun kulluhum yekfi de toğlamışken. Şu an böyle yeterli ki bir sana belki mabcitullah'da da toğlamışken bunu kağıcım. Ve fil hadis, إن الله يحب الحي الحليم المتعفف ويبغض البذيء السآل الملحف. Bedi olsun buldu lekin adetте emzin çürütü açın bam. Bu mursal eserken Allah Taala hayatçan derhal açıqlap bunu öçep ketmeydigan bunda ken qo'saq. Andan başqalardan bir narsa so'rashdan o'zini pak tutgan mutaaffif degan shu. Başqalardan so'rashdan o'zini pak tutgan. Asaffa degan paklik qo'y. Va o'zini unda nimasini kirlatmaydigan. Mutaaffifni yaxshi ko'rdi. Andan og'zi bezavati degan, bezavati degan bu. Ağzı bezavete kişilerden tolu tiligek sa'al yine şu siga mübalağ mı?
to'lib so'raydigan, ko'zga chirib oladigan bunda kishini uch ko'rdi. Ağız becekler var. Ha, badiyt. Çünkü bu adamlar vuruşsun var, deb ağzımızı tıllaydı. Hani biraz bağımsızma qattiq tillab, beshanaydigan deb tillab ağab. Ha, beshanaysedin. وقيل معناه أنهم إن سألوا بتلطف. أنا بقى إشكين تفسير. Birincisi nefil sual vel ilhah. Yani sual soraş mı yok, tilaş mı yok, közgü çırveliş mi yok degan. İkincisi yok, sual soraş ba. Peki ilhah yok demek. Yani sorgan çağda çıraylık soraydı ama yoktu ya keyin kesilse maquldan to'xtab qoladi. Salish olmaydi. Ve ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sizlar qanday yaxshilikni sarf qilinglar, cho'qim Alloh taolo uni bilib turuvchidir. Bu bir va'dadir. Zaya qilayotmaydi dedi. Demak, bu oyatda la yasalunan nas ilhafa va nafy as-su'al wal ilhahmu, yoki nafy ilhah faqatmi? Nafy ilhah bo'lsin. Chunki ma'lum keyingi oldidagi oyatlarga qarasa balki shunday mazmun chiqishi mumkin. O'sha oxirgi nima bo'ldi? Tadbir deymiz. Tadbir o'g'iniga shu yuqorida mazmunni ta'kidlab qo'yishim. Demak, birinchi qarashda la yasaluna aslan deydi. Ikkinchi qarashda yasalun lakin la yulihun deydi. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. Mal mülklerini keçi olsun, gündüz olsun, mahfi, aşkara sarf kılıp turadiganlar. Huma halani ay musirrina ve mu'lin. Sirra ve alani hal, mahfi halda, aşkar halda sarf kıladiganlar. Yani ya'mun al-awqat vel ahvala bis sadaqati li hirsim al-khair. Demek ular keçi olsun, gündüz xeyirlaş udul kelgancha xeyirlardi. Bir vaqtni muayyan qilib olmaydi dedi. Masalan, bu soatda ati do'konga chiqsalar deb o'ttamay qattiq shu chaqdilar. Fa kullama nazal bihim hajatu muhtajin ajjalu qada'aha va lam yu'akhiru. Demak, jiddiy bir ahvol bo'lsa, tilak kelgan bo'lsa, darhol hal qiladi. Masalan, balam doktorxonaga kirib qopti, operatsiya pul lozim ekan deb kelsa, uni 2 kun to'xtab tursalar, bu deb jumay. Gachida asqatilganga yordam qildi dedi. ولم يتعللوا بوقت ولا حال يغما ومنام دوق بيستب فلقلب نقيغاندان نكلا الله ياما عيد بدر çıkarken نكلا الله يغم من دا نمنا دميدو ده وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين تصدق ب40,000 دينار 10 بالليل و10 بالنهار و10 في السر و10 في العلانية وقرق من الله تدخل أهوال دا صدق قربتكين Keçide, gündüzde aşkara ve yuşurun kılıp veripken, Ebu Bekir radıyallahu anh hakkı düşken deyilipti. Yani Ali radıyallahu anh hakkı düşken deyilipti. Lem yemlik illa erbatı darahim, fakat 4 tengesinden bakken, keçide birini veripti, gündüzde birini veripti, mahfi birini veripti, uçuk birini veripti. Felahum ecruhum inde rabbihim. Munda xigan boğaçka, yani aşu işinin sebebi tüpeyliden, ulağa Allah Teala perverdigarıdın, maxsus ecr var. Ondan la xawfun alayhim kili çekti bir narsadan endişip qalmaydı, ensirab qalmaydı. Ve lahum yahzanun ötep ketken baka bir ötüptüme onda sarf qildim pishmon qildi açmıyor. Yani qo'ldan ketib qolgan narsaga ish pishirdi açmıyor. Bilmesem ki pul sig'ib qolarmi? Ha. Mesela bazen de sadaqalar ötep kim pul lazım pul topolmay qolsa adamga shunda o'y kirishi mumkin. Apla shuni mana onun koyuna baka adamga bir o'tmasam bo'lib chiqgan deb o'ylab qolishi mumkin. Lekin ma'lum Alloh taolaning shunda bir mukofoti, unda ko'ngildan chiqarib bergandikin Alloh taolo uning o'rnini to'liqlab, hatto yani to'liqlashdan boshqa, yani oxirat savobdan boshqa uning ko'ngil azojiligi to'liq ko'ngli rozi. Hatto unga pishmonlik qilmaydigan, siqilmaydigan bir holatni ato qiladi dedi. Yani bu yerda kecha kunduz manda degan gapning maqsadi unda qanday vaqtda, qanday sharoitda bo'lsin. Yani adam batida yo'qmi, adam bayada sarf qilmaydi deb baka u muhtojni quruq yo'lsizlik tig'ashmıyor. Adam bayada olib qolsin, adam bayada ketdi. Ayetni ravo qildi. Mahfi olib qolsinmi, u chaqda ravo qildi. Kecha olsin, kechada uxlab qancha ish qilgan bo'lsa, telefon qilgan bo'lsa, vaqtida kaslar deb bilan tayyorlab birgan. Ya uxlab vallahi bu nima degandek gapni. Yani bu xalqning ehtiyoji degan ba'zi jiddiy ahvol bo'ldi. Şu çal birer saatçi şu pulunu tatması bir adamın hayatı münasebetlik. Bunda boğandıkken bir Müslümanın ağaçtan çıkış pek mühim. Hem de yani mühim bir dersi var. Her kanda bendinin biz adette özümüz aşında bir dikkat koysak olduğunu. Bir adamın zaten etrafta bazı işlerimizni bazı dost biradırımız biliyor.
urug' tuqqanlarimiz, ayolimiz masalan. Kecha tahajjud o'qig'an ashulab qolsa, balki u ayoli bilan odamdir. Endi qo'l taraf turib ta'tilib, asran o'tib bo'lgandan keyin uxudigandir. Endi og'aynimiz uxudigan sirtda qilgan ishlar bor. Yani her bir adamning Alloh bilan bo'lgan ashunda bir Alloh ikkilanib bilishadigan anda bir ishni qilib qo'yish kerak. Bu hamda boshqa hamma ish asqatmasa, oshi ish oxiratda asqat. Masalan, hech kim ko'rsatmagan, hatto sadaqa olgan kishi uqmaydigan shaklda sadaqa anda puxta bersa, bir Alloh biladi, hatto sadaqa olgan kishini topshirgan kishimi bu odamning kim qolmaydigan holatda. Bu odamga intayin asqatadigan munosabat bo'lishi kerak. Sadaqalar emas. Bunun baş nurgun işi var. Ya şimdi keçide her gün ya bazı gün ataydı kovap başında hiç kim tutunmaydı. Ayağlama tevişini hukukanmaydıgan. Şükürken namaz okuyduken mesela. Ya ki ahında bir kere bir ayağını tulkutun yoklaydığı işi varken. Hazreti Abu Bakır'ın şunda tuğa. Abu Bakır ile Ömer ben nukluman dap olsa Abu Bakır niye sürüp oyunu süpürüp yoklap olgan. Demek adette Abu Bakır'ın aşında Resulullah olan billah kıygan aşı mücadelesi ve hemmeden bilirdim tanıyımız. Lekin aslında yani haklık uxtumaydigan Allah bilan bo'lgan o'ttirdilan bir ishlar borda shuni. Shuna aslında bo'lib ketgan katta zatlandı. Shuna har birimizda aslında az bo'lsin, kichik narsa bo'lsin, aslında ixlos bilan boshqa hech kim uqmaydigan bir o'zimiz bilamiz, bir Alloh bilan anda bir ishni qilib qo'yish kerak. Bu xuddi nima garantiyda ekan. Keyinchanda cho'qim hamma nima asqatma kelib ketsa, ma'nosiga ketsa asqat. Kichkina narsa bo'lsin. İmam Şafii'nin o'qigan namozlarim qilgan ibodatlarimiz tasdiq. Ne bo'ldi? Allah ham deydi hamdan yarab qoldi. Shu Imom Şafii'ning shogirdi tushgan ekan-ku. Bira voy imom maza fa'alallohu bik degan ekan. Bu endi deyilgan iboramda. Yana chirib so'g'an ekan bu biz dunyo shunda cho'ng hisoblab ketgan ishlarimiz hech qaysi ishim bo'lmadi. Faqat Alloh taologa aytgan bir xil hamda shu kalket qoldi. Alhamdulillahi la yuhmadu ala makrun siva degan mushu hamda aytishimizni Shofiy mazhabida eng afzal hamda aytishimiz edi. Buning uchun imomiga asatgan bo'lgan. Buni manbasi shu endi. Qanday bo'lmasam da ashunda bir saz bir ishi. Yani saz deganimiz shariatga muvofiq, yani ixlos bilan bo'lgan, boshqa riyodil xoli bo'lgan endi ish bo'lsa asqatadi. Hazratda Bilalning jannatda tevishini anglashsa nima desa, men shu tartasamlam ikkiga namoz o'qitashim bor. Yo'q, hamma sahabning da nima qilsa anda bir amal ibodatlar bor. Biz maxsus anda qildigan ishlari bor. Yo'q, ashunda ishlarni anda salih amal deb bisolsak, ashuni ki Alloh taolaning oldida ashuni yomon kun kelgan chaqda yalnız aşkala çağdan bunda bir işittim. Muşun hatır üstün. Maya süzesler dese süzetilen gel. Ashabının oyundaneleri battı. Erce a'mali dediğin. Öz aşında çokum bir işenç kıldıgan. Muşundan çokum oyunda bir halis kıldım dediğin bir işleri battı. Oyunda işlerini kıp koysa bu ahirette çokum eskada. Hatta dünyada mı oyunda tilgen çağda vesile kıptırıp garda sonuna bağlılar. Eşkin geleceğidir. Aşını şepi keltiradi. Ahiratda bu shunda. Alloh taolo uni biladi. Lekin aşında bir misol qo'ysak, unda deyadi Alloh taolo, "Ey Alloh falan chaqmında bir qilgan, bu shun biz xotir uchun unda qilasizlar" deb desmi qiladi. Shun sirran va alaniya, maxfiy bo'lsin, oshkor bo'lsin. Demak, yo'q men maxfiy qildim deb unda oshkor holatda boshqa boyada bir muhtoj qilib, bir narsa so'rasa, yo'q men bu riyoqullik qilib qoldim, qildi, bermay turoldi shu. Bu çadım birdi. Sirramı bəgin. Munda ahvalda ondan yaxşı. Bu ayətdə sirnin başqa bilməyən, Allah'la bilgənin yəni əvzəllikiga işarət var. Məsələn, billeyl degan nahardan aldı keldi. Sir degan Allah'ın aldı keldi. Aldın urun turğanlığı işarət çıxdı. Ellezina yakuluna riba. Yəni bu ayət yuqorqi nazla Allah Teala'nın huzurunda bereket oldugan savabı mal mülkiyatının avuçunu keltirip çıkarılan nefqiliyette var. Ma ayet olsa, işte kırmızı avucu da uyulgan bilen ameliyette bu bereketini yok tutulgan, Allah'ın gazini keltirgan muamele. Ellezine ekuluna riba, riba degen ma fadl malin khalin anil evadi fi muavadati malin bimal. Ribanın tarifini kıptı hazır. Yani malıyla malı almıştığın çağda bedelsiz halette kepkağın artık mal depti. Ribanın tarifi şunda her xil tarif bakışı mümkün.
Yani riba fadl, riba nasiya deb ikki turga ayiradi. Riba nasiya degani qarzdan kelib chiqqani, qaytgan chog'da ortiq qaytishni shartlashgan. Shartlashmagan bo'lsa boshqa. Qaytganda ortiqroq ubdaroq qaytsa mayli, shartlashmagan bo'lsa. Mana shartlashgan holatda riba shakllandi. Ondan bir tovarni mesela açlık mesela buğdayni tegishda, oltinni tegishda birisi ortiq o'sib bo'lmaydi. Mesela urug'liq buğdayni odatda yeydigan buğday tegishda açlığı çünkü bazı bizga munosib emas. Bizning uydagi mevchiga mehmon kelmoqchi obdaroq tegishmoqchi masalan. Endi bo'lsa, an sotimiz, uning puliga boshqani olamiz. Lekin anda ortiq olib tegsak bo'lmaydi. Yani bu ribaning bunda cheklanishidagi illat nima? Nima uchun bu riba cheklandi? Ba'zi bu foydali deb qarash mumkin. Hozir jazoni eng umumlashib ketgan bir xatarlik jinoyatning birisi. Demak, bu anda birinchi bu Alloh taolo bunda chekildimi? Biz boshchiga qabul qilamiz. Ondan buningki jamiyatga butun nimaga bo'lgan ziyni intayin ig'ir. Ziyon tarafdan vayronchilik keltirib chiqargan narsa. Yani iqtisodiy jihatdanmi, iqtisodshunoslar deydi ekan, bu qanday muomala desa, hech qanday bir unum ya iqtisodiy qimmat keltirib chiqarmaydigan bir muomaladan iborat ekan. Buni bayam o'tgan ekanmiz, bayam o'tgan ekan. Shu qarz yani. Bu pul hozir aslida tovarlarni elib sotilgan bir pul bo'lish kerakdi. Ha, qimmat bo'lish kerak. Lekin bu pul hozir xuddi o'zi tovarga aylanib qolgandek ahvol bo'ldi. Ondan bunda muhtojlarning ajitidan foydalanib, haq-huquq qilgan. Nurg'un ishlar. Jazoni qilib ko'pincha qanday qildi bu? Aslida pul ovosh, kirim qilish degan tavakkulchilik bo'lish kerak buningda. Qarzlarga ma bankining tuzumida masalan, buning tavakkulchiligi yo'q. Bu bankka qanday ahvolda kapolat holatda shu foydasi bilan qo'lga ola olamiz buni. Demak, bu ribh madmunan buning nisbati. Ama bütün ticaret ve kazaço, hatta terikçiler, bu işlerde mi tavakkulchilik, xatar bo'lishi mumkin, ziyon tasib ketadi, usul vermesi mumkin. Bunda ahvol bor. Shu bu unda qilmay keskin foydalidir. Bu yetib turadi. Shu pulsiz odam qarz urib qo'yadi, ish qilmay, endi oldan kelgan foydani. Shular bu iqtisodiy jihatdan bunda deb qilsak, buning ta'siri darsi bekkan. Bunga ayrim shu to'liq bir kitob yozilgan ish. Lekin iqtisodiy jihatdan masalan, sizlar ma'qul muhtajam askarlar zavod sanmoqchi, cho'ngroq bir ish qilay deb 1 millionni qarz olgan. Yani uning foydasidan qaytmoqchi, 10%, 20% foydasidan. Yani endi o'zlarimi foydalanmoqchi bo'lishdi. Ona masalan, men 2 ko'y foydaladigan bo'lsam, bu 2 ko'ydan to'g'ri olmayman cho'qim. Ondan biraylangan 2 ko'y qaytirishim bor. Yani bu narsani ishlab chiqargan narsani 30 ko'ylik narsani 32 ko'y satsam, adamın qarzini qaytarolmayman. 2 ko'y ham shu qarzning foydasi ketadi, 30 ko'y izlashadi. Shu 2 ko'y qatirman. Ketib 34 ko'y qilib sotaman. Sotgandan keyin natija nima bo'ldi? Jamiyatdagi mustahlik iste'mol qiluvchilarga bu qimmat to'xtadi degan. Yani 32 ko'y qoldigan narsani bu 34 ko'y qoldi. Lekin bu odam qarz olmay, o'sin bermaydigan odam bo'lsa-da, 30 ko'y sotdi, jamiyatga 30 ko'y oldi, 13 ko'y foyda olgan bo'ldi. Navonkin bu natija nimaga olib jamiyatda qimmatchilik nimasiga olib. Ba'zi hozir o'simning nimasi, ba'zi shu lozim bo'lib qolsa, zavodni yasab ishlashga oz qolgan chog'da yana 1 million pul kam qopqapti desa, 30%, 40% o'sim bilan qarzilishi mumkin shu zavodni ishlatish uchun. Natija uni qaytarman deb ishlab chiqargan narsani shu qilmasa-da, uni hammadan dardini tortgan. Shu hozir shirkatlar masalan nurg'un e'lon qildi-ku, nech pullarni xarajatini e'lon qilishgan. Shu e'lonning pulini iste'molchilar to'laydilar. Çünkü o hem o'zining foydasini bütün tanazul qilib, o'zining yeniden chiqarib bilan nima qilyapmaydi. Bizning siz oldigan, o'zi oldigan foyda ketib, e'lonning nimasini chiqardi. Bundan bu qimmatchilikni keltirib chiqadi. Natija pul paxallik, qimmatchilik hozir mana ko'rilayotgan shu masala. Yani buni iqtisodshunoslar tadqiq qilib, zor bu jazoning ziyonligi jamiyatga, iqtisod ziyonligini hatto musulmon emas, kofirlar e'tirof qildi. Aniq qishan. Şürümüz de baktı. Takvidil fayda degan gap shu. Angliyada sıfırga tushadi deb başladı. Katta ilmdan o'qib, katta yo'l bermaydigan. Islomning yo'lidan shu. Bu qog'ozlar bermaydigan, ism bermaydigan. Lekin banka qarshilaganda pul qo'yganlarga biz ism bermaymiz deb keladi. Demak, ashumanda bir qadam hozir ilgirlash shu. Qo'yganlarga nima ism bermasa, banka boshqalarga tuvan nimada qarz berib turadi. Çünkü o pulning bir qismi
pul egisi ketmagan ekan, sap bankadan chiqib 10% olib 5% ma'qul deydi bank. Endi riba degan so'z ziyoda masalan ortiqchilikni, ustunlikni bildiradigan bir so'zdir. Riba degandek bunda tafxim bilan yozildi. Ha? Kama kutibat as-salah va zakah degandek bunda vovlana. Bunda o'zbekcha ildan bo'ldi bilasizlar. Choyxona, choyxona, qoraka bunda deb. Bolalar deb. Xuddi o'zi riba degandek. Ashuma bizning Uyg'ur tilida yahdal lahjamiz, Turkiy lahjaning bir o'zbekcha, Uyg'urcha, Turkiy lahjaning bir so'zi lug'ati ma yufakhim. Demek bu şu riba degan yezilishda şu Arapning ichidagi o'zbekning tarixida yozildi. Bu nima lahja yoki talaffuzimiz. Hani ba'zida ekan ama rasmul mushafdan da bu vovla yozish, vovning ustiga alif siziqni uzun siziqni qo'yib qo'ydik. Bu birinchidan yana bir xil qiroat borligiga ishorat ekan. Xil qiroat bo'lib qolgan taqdirda har ikkili qiroat o'qiladigan yozish rasmul mushaf. İkinciden bu şu fiilniki aslen qanday arifda vovta. Mesela ya emas vovta. Raba yadin emas, rabavadin kelgan bu. Shuni yer bu dedim. Tamam mudarikni olsak asli maydon chiqadi bu. Yer bu. Ayndatda shuni ishorat demak ekan. Kama kutibat as-salatu va zakatu va zidat al-alif ba'daha tashbihan bi vavil jama'. Xuddi bu ko'plikdek sallu degandek, katabu degandek bunda vovdan keyin alif kelgan holat yozilsa-mu, lekin bu tafxim holatini ko'z tutgan yoki shunda aslini ko'z qo'yish uchun degandek boshqa maqsadlar bor bu vovni yozishda. O'sha buni misollarga qildi. Boshqacha bir xil yozildi. Bu hozir yozilishni ko'z qo'yibdi hozir. Bunda yozildi. Endi yakulun deb yeydi Uyg'urchada yeydi deymizmi? Odatda buni tamoq qilib yeyolmasimi, kiyim qilib kiyvasa, uy qilib selib o'tirasimi yeydi degan bo'ldim. Yeyoldi deymiz. Amaliyat uni hamma tamoq qilib yeyolmasimi? Bu birinchidan, demak shu ko'pincha ahvolda hamda insonlar endi qo'shqi yeyolg'ash bo'lg'achqa. Ikkinchidan bu bir xil qabih ko'z tutish. Muallil yatama zulman inma yakunu fi butunihim. Yakulog'anga butunim shu hamda. Lekin butunni demisim bo'ldi, lekin butunihim deb texmo qabih ko'z tutishin degan gap. La yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatu ash-shaytan. Ular qabrlardan qo'pgan chaqda, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgan chaqda, ajdati ila rabbim yansilun dedikmi? Mesela shunda qo'pgan chaqda hamma o'dagilar qabrda yotgan yerdan anda tirilib, qo'pab masharga to'plangan chaqda qanday qo'pidi desa, faqatlam jin so'qib o'tgan sarangda qo'pidi. Jin chopishib qolganmi, so'qib o'tganmi? Jin so'qib o'tganmiz. Jin so'qib o'tgan sarang degan gap bor, Qashqarda. Chopishib qolgan yamoqda. Jin chopishib qolganmi deyish mumkin. Ana bu yerda urib o'tganligini bildirdi. Qap degan so'qib o'tishadi. Mana Misrdami mashinada urutib qoldi degan xapta deymiz. Bu tasodifan ikki so'qishib ketgan. Ama birisi bunda birisini jim turgan mashinani tekkizib o'tsa xapta deymiz. Endi u shayton so'qib o'tgan. Endi shayton, masalan jin rost so'qib o'tamdi yoki bu bunda bir xalqning kallasiga jin so'qib o'tgan ba, jinabda chiqdi degan gap ba, alvas degan gap ba, ezgu degan narsa ba deganga asosan degan gapmi? Chunki biz misol bergan chaqda u cho'qim vujud chiqishi ba bo'lish, voqeada ba bo'lish shart emas dedik-ku. Misol shuni kichik olg'imi? Bizda biz böbüş deymiz. O böbüş degan uning kallasida zada bunda böbüş degan narsa bor deb bilgetganmi? Böbüş desek, amaliyot bizning böbüşni ko'rib boqmadik. Kichik olg'im degan qo'rqdi shundan. Shuna Qur'on Karimda ba'zida qal'aha ka'annahu ru'usu shayatin. Shaytonning beshini chim kiribdi. Belki ko'rgan bir sahab bordi ma'qul, lekin u hammadan uqmaydi uni. Uqmasimi? Lekin unda bir tasavvur qilib, hozir resim sizlar ishga bungiz bor, ishga magan kishi bor. Andan qalli yerdan saqib chiqayotgan bir qabih menimiz sizdimas. Onda bir tasavvur bordi. Lekin jin so'qib o'tgan degan, demak ash kishilar shunday jin so'qib o'tgan ish bor deb e'tiqod qilganlik uchun. Hozir shuni biz tushundirmoqchi, qanday holat qo'pishini tushundirmoqchi. Biz jin so'qib degan gapni bir xil tushundirgan bo'lg'achqa, sen ashunda kallangda jin so'qib deb tushunitding. Ashunda adam tasavvur qilib baq. Ashu qo'pgan joyda qanday qo'pamasdan. Belki daldan şey etmasdan, qo'pamay, aran qo'pab, ma'ammay bunda qilish mumkin. Ayl masru' yani anda yiqilib qolgandim, ama yani yiqilib o'tilgan odam deydi, al-masru' degan. Li'annahu takhabbata fil muamala fajuziya ala al-muqabala. Chunki bu muomala joyida qilmay,
o'ngtatu desab shataq chiqargan ekan buning qilmishiga loyiq endi o'ngtatu desaydigan xuddi so'qilib ketgandek mashina so'qilib ketsimi damin qiladigan shunga o'xshash mangdigan qilib jazolandi chunki jinoyatga loyiq jazo berildi demoqchi val xabatu yoki xabtu ad-darbu ala g'ayri siva kaskinmas qasqu sivatsa bu xabta ekanmiz xabtul ashva degani shu ashva degani shu kaskinmas ashva degan xuddi masalan o'yilni ba'zi rayonlarda qashqarni jang qo'ygandek masalan kaskinmas saga o'yla lekin bunda saga o'yla bo'lsa bunda yo'lni yasalab bunda rat bunda salada shu mantiqa ashvaiya degan unda qalaymiqa o'yselga rayon deydi arab minal mas degan chepilish degan gap ma'lum mas degan hozir chepilish degan gap shu chiqish degan bo'ldi-ku ajin chepilib qolibdi degan mas junun degan ameliyat başlaydı. bağış mümkün yok olsun mümkün Allahu alam yani burada mesela taif minel tedekkeru mas şeytan bağı minel junun dedi. Demek bu sarang oğallıkta anda dil düşmunda kubudu demekçi. Cin çaplışı oğallık sebebinden degandek. Ve huve yetallık bila yakumun. Demek saranglıktan cahide rahat kupanmaydı dedi. La yakumuna minel meselleri bihim. Demek şu özde cin çaplışı oğallık meselesi boğaçka kupanmaydı. İlla kema yakum masruf. Fakat lamamda kat kurup jıkıp tırıtılge adam kanda kubudu hasta munda ters kupandek munda kubudu. Ev biyakum yakum bilen münasebet edildi. Dağızın böyle kema yakumul masru min jununihi. Xuddi saranglıqdan yiqilib tushgan adam qo'pqandek degan bo'ldi. Yani ma'nosi annahum yaqumuna yawmal qiyamah muhabbalina kal masru'in. Yani ular qiyomat kuni ayında sarang holatda boshqa yiqib yotqizayotgan kishidek ayında qubudu, arang qubudu. Tilka simahum bu ularning belgisi, alomati. Yu'rafuna biha inda al-mawt. Bütün mahshargohga ash maydondagi necha million milliard odamning ichida ash bilan bulan adam tunuydi bo'ldi. Cezanı koyken de bilir. Meşergahta şu bunun kendi bilgileri var da. Abisinin tutuklar ahadi şıkkayhi mail. İşkonlanıp adalet kılmasa yerime sakıp ketken sanayin başka halette kubudu degandek. Bunun başka bunun bayrakları var mesela. Bayraktarlar var. Bayrak götürüp şunun etrafı toplusu kaldır var. Hem sen daha şu hakikatde emeli ahvalda manımındaplam çıkıdığın meydan. Demek bu riba ihdal mubiqat es-seb'a. Yette halaketki ilip bağıcı, halak kılıvet kişi, xatarlik cinayetin birisi. İşte bu sabal mubiqat, aşın içinde riba. Allah türlükten nas uruşulan tutgan. Birisiga riba xorliqi uruşulan tutgan. İkincisi Allah'ın velileriga azap bermiş. Men adali veliyan qad adantu bil harb. Yani bu xatarlik Allah Taala unda uruş e'lon qilgasi bo'ldi. Istudi degan. وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون. بعض من ده تفسير okutan bular da aşı kavrlardan qanday chiqdi? Aldirab yugurib chiqdi Allah. İlla akilatur riba. Fa innahum yanhaduna ve yasqutun. Baş bütün kavrlardan tez qolib maydonga chiqsa, bular biz qopab, yiqilib tushib, yana qopab, yana yiqilib tushib menda qildi dedi. Jazoni qolib. Xuddi birisi qopqancha g'aj yiqitib o'tgandek. Yanjiqliq yana qo'pajdan birisi dastlab yiqitib o'tgandek. Bunda. Masruin yani yagi yiqitilganlar. Li'annahum akadur riba. Chunki ular jazoni yegan dedi. Fa arba'ullohu fi butunihim. Shunlar Alloh taolo u jazoni ularning qo'shqida texmo avutratdi dedi. Avutratgandan bu ig'irlashib, ondan tiz minishqa ig'i kelib qolganlikdan qo'polmay yiqilib tushdi. Xuddi bir tag'ani yutib turib qolgan odam ko'tarmay yiqilib tushgandek. Unda bo'ldi. Alqa Rasulullohning jannat kishirib farishtalar istirama araydimi? Mangan chaqda ikki farishta kelib qo'yamda o'tilib mangda deganlar xil daryoning o'tidagi odamni ko'rdi, to'nuvdi kuyayotganini ko'rdi, beshini enjiyotganini ko'rdi, miyazi bitilib, qazini bitilib nima qilganini ko'rdi. Shuni ichidami jazoni qo'yning misoli bor. Hozir tasavvur yani hadiste cezanı anısı bilen 30'una çıkarttım zina kıyğandek 36 katım mı? Bu Hasan derece hadis değil mi? Allah vuruştudan kıl dediğinde yiştin zaten.
Hem emniyet tamam şu boğaçlık hem şu detentrajda cezanı kolluk kadar bir ayol varken o ayolda men degen manipul kalkılmış yılda onunla bir aslında vergende onun bir şeyden biri bazı 300 bin koy bazı özünün kolunu bağ şu 50-60 bin koy pullarını verip zaten boyunca bir şirkete bakın tatlık koya bas verip kendi bıraktı hemen bir yaptı kim hemen yavandıkken ay ol yetti adam şu yerden şu üyde oturup bunun üyünün yerini ma'lum etse yakın ma'lum etse bizler uçjidan qilib taxir qilib irish qilgan sarandeklar bo'lib qoldik yani. Taqabbatu şeytan nasıl? Ya da o taqandan yurgan Allah'ın degenimiz kilovatını naqlamış o sifatlar deminden chiqib qoldi ma'lum. Şu an İslam tüzümüde qattiq cheklangan bo'g'ishqa uning o'rniga badil bor. Qarz berib tursa yoki qaydab turadigan mudoriba tuzum bo'yicha bersa Qarzning shun savobi katta. Mudoriba bo'lsa, bu bir tijorat, shirikchilik, foyda ziyon kelib turgan ehtimolligi bor. Bunda bir avval. Imkoniga barakat urdi, ma'ni barakatini yo'qotdi. Zalika bi annahum zalik degan mush jazomda Alloh taolo anda jin so'qayotganda holat qupurdiganlik mush jazosi nima uchun desa, bisababidan qalu innamal bay'u mislu riba. Ular bu so'siq degan jazoga o'xshash ish bu deb turganlik uchun. Ya'ni bular aslida normal desa, bu jazo degan bir so'siqqa o'xshash halol bo'lish kerak desa bo'ldi. Hozir bu so'siqmi jazoga o'xshash deb ta'rif o'rinda qo'ydi hozir bu. Valam yaqul innamar riba misl bay' mana. Ma'na al-kalam fi riba, la fi bay'. Jazoni bo'lgan kim bu jazoni so'siqqa o'xshash qo'ydi soldi. Ammo bu yerda hozir mubolig qilib bu jazon degan bu bunda halol narsa bay' deb so'siqni ma'noga o'xshatmoqda. Mushabbah bi hozir o'rin olmish qoldi. Maqlub bo'lgan ekan bu mubolig bo'ldi hozir. Bunda ma tashbil maqlubdan deymiz bizlar. Masalan, ma xinim oyga o'xshaydi demay, oy ma'niga biroz o'xshaydi desak, bu mushabbahun beyda nima kuch qilish kerak. Vajishaba. Davonkin bu bakla mubolag. Oy azroq o'xshaydi, oydinmi bak chiroyli degan bu. Shu ma'niyadimi? Xuddi bu halollikda puchiga chiqqan riba ekan halollik. Bayana shunda anaga o'xshab qolgan uchun halollikga materiqi debdim. هو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعله أصلا منه. Bu ribana halal deb sanashjatdan bu xuddi asli bir mushabbahun bi bo'lib qoldi. Va qonunan fil hil hatta shabbahu bil bay'. Mush bir asos ulab halollikda. Endi bu bay' so'zsiqnimi mushunga o'xshatib qo'ydilar. Va ahallallohu al-bay'a va harrama riba. Lekin to'g'risi qandaydi? Alloh taolo so'zsiqni halol qilgan, jazoni harom qilgan. İnkarun li tasviyatin baynahuma. Sen bu ikisini tang baravar qilsang bo'lmaydi deb ayblayotdi. Chunki al-hillu ma'al hurma diddan. Halol haromlik degan bir-biriga zid. Fa anna yatamathalan qandawlab bu so'zsiq bilan jazoni o'xshab qoladi. Va dalalatan ala anna al-qiyas yahdimun nas. Yani bu yerda inkar hozir nimani bildirdi? Hamma narsa qiyas bilan bo'lmaydi. Alloh taolo qiyasning sirtida o'xshamaydi desa, shu hisob bo'ladi deb shuni ko'rsatib qo'yish uchun. Ya'ni la qiyas fi muqabil nas deb uqtirib qo'yish uchun edi. لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه. Çünkü ağır kıyas kıyanda okşatkan. Kıyasıya okşatuş. Okşatışının mukabılıga Allah Teala'nın da yak bunu Allah Teala haram kılıvetken mana dedi. Ondan keyin qancha okşap kesip qalsın sen qiyasiyatni bunda okşash deb turarsan Allah Teala ya u undamas desa, ma qiyasdan sirq chiqdi bu demek. Faman jaahu mawadatun min rabbih. Kimiki Parvardigarining bunda vaz nasihat kelib, ma'ni qilma degan bir nasihat kelgandan keyin, faman balaghu wa'dun min Allohi va zajrun bin nahy an riba fantaha. Şundan bo'ldi qilsa, g'ash to'xtatsa, jazoni muomala chekmaga rioya qilsa, agashsa va jazoni to'xtatsa, falahu ma salaf. O'tib ketgan ishlar, yo o'tib ketgan o'sim olgan ishlar bo'lamdi. O'tgan ishga salovat deymiz endi. Li'annahu akhadha qabla nuzul at-tahrim. Uni cheklashdan ilgari bo'lib bo'lgan ish bo'lgandan keyin bu asar raja yo'lab bundan bo'lmaydi deydi. Demak Alloh o'zi unda halol harom qilayotgan, halol harom qilish Allohning huquqi. Lekin buni boshqa bir ulamoning qarashi bilan ijtihodida bunda bo'lib qolgan deb o'ylab qolma. Bu Alloh o'zi uni qilayotgan demakchi. Buning hech qanday bir ijtihod yo'q. Ehtimollik yo'q. Mavadatun min rabbih degan rabbih deganmi? Ashunda diqqat qilish kerak. Rabbi degandir, ashuni tarbiyalaydigan, ashunda ravz adam qildigan, parvardigar degan bo'ldi. Undan keyin ama tarbiyani qabul qil degan ma'noda.
fantaha falahu ma salaf va amruhu ila Allah. Demek endi burun qilayotgan ishlar bo'lsa, nima bo'lsin, Alloh taolo uni o'zi betaraf qiladi deydi. Va laysa min amrihi ilaykum shay'un fala tutalibuhu bi. Asla uning qarta ya bunda deb bir narsa devjim sanglim bo'ldi deydi. Yo'q, burun qishlar. Islomiyat kelib, jazoni betaraf qilgandan keyin bundan keyingi ishlarni nima qilamiz? Qonundimi asar raji yo'q deydi. Asar raji deganimiz, masalan, ma'malda 10 qatdan ortiq o'sish bo'lmaydi deb bir qonun chiqibdi. Lekin bu qonun chiqishiga kerak boshqalar 10 qatdan boshqa saptgan. Lekin silish bo'lmaydi degandan bu qonun ijro qilingan chislarni tartib yangi anda silishni cheklaydi. Lekin burun sap bo'lganlarni chaqachaq deb bu qonun bunga nimaga qaytib ijro qilinmaydi degan. Şuna maktabda o'qiyotganlarmi shunda. Masalan, manchi yilning qarorining bolalaridan tartib bundan keyin azar tugagan chog'da Qur'onning hammasini to'liq imtihon berdi deb qaror chiqqan bo'lsa, unda ilgari 8 pardan maktab tugagan chog'da 8 pardan imtihon berib kirish tuzum bo'lgan bo'lsa, hozir masalan burun chirib bo'lgan kulliyalga. Unda bolaga u ijro qilmaydi. Shu qaror chiqqandan keyingi andin. Ya'ni qonun chiqqandan keyin undan keyin bo'lgan ishlarga qarata ijro qilindi. Bulab bo'lganlar ijro qilmaymiz. Va man aada ila istihlal riba. Va man aada degan qaytsa deydi. Bu nimaga qaytsa desa, zajjay debtanda, hozir bunda qarashqa jazoni bilan muomala qilish qaytsa deganga chiqadi hozir. Tamam? Lekin zajjay debto ribani halol sanashqa qaytsa debdi. Chunki burun oyada innamal bay'u riba deb halol sanagan. Va man aada degan halol sanash qaytsa demakchi deydi. Zajjaj nimdidoq bu lug'atshunos alim mufassir. Buning endi ma'nul Qur'onning endi kitoblari bor. Shu bunda tafsir qilibdi. Yoki ribo qaytsa, muomala qilish qaytsa, qanda halol degan tariqada halol deb o'ylab qaytsa deymiz. Shunda e'tiqod qilib qaytsa. Ikkisi asosi bir gap. Fa ulaika ashabun nar. Bu yerda e'tiqod qilmay turib qiysimi shu ulaika ashabun narning qatoridan bo'ladi. Masalan, riboninki yani riba bilan qaytsa deb qarsak, riba muomalasi bilan qaytsak deb qarsak, bu chog'da riba muomala qilgan kishi bunda vazni siyat oyatni anglab turib, jazo muomala qilsa ashabun nar bo'ldi degan. Lekin azjaz namizda yo'q bu halol deb, halol sanab e'tiqod qilib, harom emas deb turib, bunda muomala qilsa do'zax yo'ldi dedi. O'zi muomala qilmasin deb halol deb sanasa fatvo ko'z qarashtirdi. Bo'lmaydi degan. Kafirlar kizdi degan. لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين هنا. Çünkü halal deb turganlar bilan kafir bo'lgan. Alloh taolo harom desa, bu mushu oyatlarga unmagan bo'ldimi? Tushunmagan bo'ldi. Undan keyin bu kafir bo'lib ketdi. لأن من أحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر فلذا استحق الخلود. Şuna Halidun degan shundan keldi. Kafir bo'lgan bo'lsa-da, ashablar lakin ondan biz muddatga chiqdi degan gap bo'lardi. Lekin Halidun deyotgan ekan, bu faqat lavamda kafir degan alomat. Ve bihada tabayyan annahu la ta'alluqa lil mu'tazilati bi hadhihi al-ayat fi takhlid al-fussar. Ya mu'tazila balki mana riba bilan muomala qilganlarni mana Halidun dedigo deb dalil qilgan bo'lishi mumkin. Mesela men ada ila riba, ila ta'amul bil riba, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dedi. Bundan kim bunda jazonlara muomala qilgan fasqdi. Mana lekin fasqmi kafirlar emas, mush fasqmi Halidun bulduğum ana deb turadigan bizimizda bu mustahillan bo'lsa, mustahil bo'lsa, avval sanagan ahvolda uni kafir bo'ladi. Avval sanamay lekin jazonlara muomala qilish kafir bo'lib ketmaydi deymiz. Bu nimaga qarta raddiya uchun deb tanimlaymiz. Halidunlar ash menga qoldi degandan boshqa masalami shu ma'noda bo'ldi. Menga qoldi degan. Uzun muddat turdi degan gap aslan. Muqtad tawil. Hozir bu riba degan ahdul kabair. Endi mu'tazilning qarashida sabil kabira fi manzila baynal manzilatayn deydi. Almiyada bu fasl menga qoldi deydi, shunga raddiya deb. Mo'min aada deganni masalan bunday tushunsak bo'ladimi? Şu riba işiga bir qitim qilib, onun ya haramligini bilib to'sas, yana qilib, yana to'sas, yana qilib, qayt aqaqni yenib qilavergan odamlar. Mana shuning jumlasidan bo'ldi. Jazo muomalasi qaysa deb shunda tafsir qilsak, shu tushundim. Bunda ikki ehtimollik bor. İstihlal riba deganmi? Oyatdagi innamal bay'u misl riba degan so'zga asosan deylik buni. Haram sanab qilish bilan qilmay halol sanashni ortiqligi kelib chiqadi hozir. Haram sanab qilsa, halol sanab qilgani jinoyat qilsa yengilroq bo'lgan gaplar. Uni qilmasmi, uni halol sanaganda, haram sanaganda ortiq. Nima hozir yakuluna riba. Bu qandayda akiluhum va kiluhum.
ellezine yekuluna riba. Bu qarz urib tug'uchimi? Ishkilisi Ya qarz oluvchimi? O'g'ilchi, shahid o'g'ilchi. Ya ular la'nat qilingan. Jazonda Belki o ribadan şoğullandı. Ağırtımı şoğullandı. İşkili şu Artık çıkma bir yerde deseniz yine qarz berganlar aqllanib yeydi. Belki çoğundan nima chiqadi? Riba degan lug'at ma'nosi foydal emasmi? Shu pulninki dagandan ortiq narsani shu ikkinchi shu dagandan pulning egisi. pulninki. Adam la'nat qilinganlar qatorda yegichi yegizgichi bor. Lekin bu yerda yakuluna riba degani shu pul egisi. Ya tarifda dikkat qilib qo'yilmaydi ki muavidatin malin bimalin de bir ayg'ıdan da qo'yavdidan. Ya ribani tarifi shu. Va kadun malin. Ya akil navda aytilgan gap. Yakuluna riba. Yani yakuluna riba davada. Shu fadlini yeydi dedi. Mualib bidatil dedi. Shu fadlini yeydi. Fadlini kim yeydi? Yani ribani yeydi. Tamam. Ribani yeydi. Riba degani nima aytdi? Ay ortiq. Men 100 ming ko'y berdim, 120 ming ko'y qaytarib oldimmi? 120 ming ko'y shu fadla shu. Riba degan gap shu. Qaddan yigicha Qazi qildi kaga ortiq bir malindi. Shuni kim yeydi? Adama allar yakulun ya 120 ming ko'y yeydigan. Lekin hali uni yegizdigan 120 ming ko'y qaytuga odammi? La'nat qilingan. Akili va muvakkili. Demak, ma xatarlik hozir. Ma'ning ig'ir bo'lishi mumkin. Chunki ma oyat hozir shuni xuddi mushoyatni osh maqsad qilingandek hozir. Yamhaqullohu riba. Mush ortiq narsa desak ribani. Endi Alloh taolo bu ortiq narsaning barakatini yo'qotadi. Barakatini ko'taradi deymiz. Va yuzikul malladhi yadkhulu fi. Endi mush ortiq narsa kirib qolgan malni vayron qiladi dedi. Ha, das musannatning mushkilida ishkilisi bor. Qattiq chiqib qoldi bunda. Demak, hozir bu riba, ya'ni ortiq pulni barakatini ko'taradi yo'qotadi emas. Ortiq pul kirib qolgan ona pulga ta'sir yo'qotadi degan gap chiqadi. Butun iqtisodiga ta'sir yo'qotadi. Ham buning qarshiligida va yur biz sadaqat. Albatta ba'zi kishilarning jazoxo'rlarning qarshida sadaqa amalini kamaytirdi va jazoni o'stirdi deganki hozir ta'tilligini bayon qiladi. Ya'ni sadaqalarni avutib birdi deydi. Lekin o'simni balki ko'taribdi. Ya'ni yur bir degan yunammiha vazida. Ya'ni shu avutib o'stirib birdi deydi. Sadaqalarni o'stirib birdi degani nima bo'ldi? Yani bunun savabını eslab birdi degan bo'lishi mumkin. Ya uning o'rniga endi ati munfiqun xalafan deb o'rniga izini basagan nurg'un mal dunyo berishi mumkin. Ya debtamda ay yazidul malladhi ukhrija minhu sadaqa va yubarik fi. Demak, xayzigan pulning o'rnini to'liqlab qilib qolganni barakatli qilib birdi demoqchi ekan. Va fil hadis ma naqasat zakatun min malin qat. Zakat sadaqa bundan asa mal-mulkdan qattiq bir narsa kamaytirmaydi. Ma naqasa malun min sadaqa. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin atim. Allah Taala naat tanğaq, jinoyatchi, gunohkor, gunohni bek ilgirlab ketkichini yoqtirmaydi. Ya'ni riboni halol sanab, taqladimda tinib ketganlarni yaxshi ko'rmaydi deymiz. Mutamadin fil ismi degan gunohda texnik ishkillab chirkti yurdigan. Kafir deb sanab qolgan. Kaffar debdi. Kafir emas, kaffar. Sigat mubalag'a. Qazirib turishdan ozroq sizlik gapimiz bir xil kamirchilik ba'zi ishlarga ilishtirishmi o'zimni ta'rifim qalamda. Ya normal bir adamgarchilik dairasida narsa bo'ldi. Qaz og'adam unda qaz bir tuğan kim bir yaxshilik qilgan bo'ldi. Uning qarshiligi ba'zida unga odatga ketgandek muomala qilmaydilar. Bunga bir yaxshilik qilib qo'ygan bir odam. Lekin ba'zida unga udil kelib qolsa, unda muomala qilib qo'ydi. Bu normal ish. Nima kishilar arasida biz qaz urtdik. Qazir tuğan ekan, bu qaz berganligimiz uchun alayda bunda nima qilib kelsa, odatda shartlashgan bo'lsa bo'lmaydi. Taqvodorlik qilib ortiqcha bir odamgarchilik hadiyani qabul qilmay nima yaxshi, normal. Ammo odat qilib kelayotgan bir mehmondorchilik hadiyasi o'smaydi. Uni oshirib kelsa, qabul qilmagan yaxshi. Lekin qazi qaytgan chog'da ortiqroq obdira qaytursa, yoki bir xizmatni qilib qo'ysa bo'lmaydi, shartlashmaydi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيمان إتقان صالح عملlarni qilgan, namoz
zakatni joyida o'qib bergan bularga Parvardigorning huzurida savobi bor. Ular kelajakda bo'ladigan biror xavf xatardan endish qilmaydi. Ham burun qo'ldan ketgan biror narsaga pushmon qilmaydi, siqilmaydi deydi. Hamda mishar aqomus salat va zakat deb namoz bilan zakatni alay tilg'ab qo'ydi. Lekin solihatning ishida batimi shu. Bu nima? Tanvihan bi sha'ni. Bu alay muhim narsa bo'lgan ekan, endi alayda tilg'ab qo'ydi. Bir tafsirda qila al-murad bihi alladina amanu bi tahrim ar-riba debdi. Bularda ay riba haram deb e'tiqod qilib, uni yaqin yo'lamay bunda qilganlar mushunda mukofot uchraydi deyilibdi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va daru ma baqiya min ar-riba. Iymon etganlar Alloh taoladan qo'rqinglar. Yoki Allohning g'azabidan o'zingizni saqlanglar va jazodan qilib qolgan narsani butunlay tashlanglar, qo'yinglar dedi. Aqadu ma sharatu alan-nas min ar-riba. Bu xitob qilingan qanday kishilar bilan deyishgan, shartlashgan jazoni olgan bo'lar. Lekin azroq ma'lum qilib qolgan. Fa umiru an yatrukuha va la yutalibu biha. Burun deyish ma'lum qilgan, bundan qilib qolgan qoldiq jazoni ammanglar bo'ldi. Tashlatinglarni deb buyurildi dedi. Ruyana nazal fi Thaqif. وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند المحل بالمال. Demek bu Taif'teki şu kabileninki Kureyş'den muamelesi var iken. Aynı cezanı muamele iken bu. Onun vakti gelgen çağda pulumuzni bağışlama, üstünün bağışladı bir anlıkta talep kılgan çağda şu ayet düşken depti. İn kuntum mu'minin, yani sizler hakiki mümin bulduğun bolsanlar, mükemmel iman ve mümin bulduğun bolsanlar, taşkil tamamın ammanlar. فإن دليل كماله امتثال المأمور به. Çünkü imanın kemalatga yetganligining mukammalligining isboti nima? Shu buyurilganni darhol ijro qilishdan iborat. Al-mahal degan shu hululul vaqt demakchi. Belgilangan vaqti kelgan chaqda deydi. Va imonning taqozosi shu deydi. Imonning taqozosi shu. U taqozni oltin deb turgandan mu'min emas demaymiz deydi. Ha mu'min deganda imonda kamlik bor. To'liq mukammal emas. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَنَ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer derhal koymasanlar ve cezanı taşlamasanlar Allah Teala'dan ve Resul'den kildiğen bir canını bilip koyanlar. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Yani فَعْلَمُوا بِهَا. Yani bilip kalanlar mesela. Demek adım veya da tehdit ediyordu. Min edine bir şey ide alime. Yani edine diyen bir şey bildiği diyen sözün kelip çıkan. Yani bilip koy can ilan kılındı sana demekçi. يؤيده قراءة الحسن عن حسن بصري فأيقنوا بحرب من الله ورسوله. إيقان يا مشاهد بالقال ماشي. فآذنوا حمزة وأبو بكر غير ابن غالب. فإن تفعلوا ديجان زين şu ribanı taşlımğalla, ribanın yanmığalla, asqağallığını buldukmığalla degenden misirimi. Misir mümkün. Ya aldı diken şu zaruma baqiya riba şu qarta qılmığalla degen bolsun mümkün. Yani vahilullah ve harrama riba deyishning bo'ldiq degan bo'lishi mumkin. Va zaruma baqiya riba degan bo'lishi mumkin. Demak, mush ishlarni bo'ldiqimsanglar Alloh va Rasuldan beshanlik qilgan bir janni bilib qo'yinglar dedi. Fa'adinu Hamza va Abu Bakr. Demak, va Hamza Abu Bakr bu ikkilan Ibn G'olibdan boshqa, bu ikkisi adinu fa'adinu deb qiraat qildi. Yani boshqalarga uqtirib qo'yinglar, jakalab qo'yinglar degan ma'noda. Va lam yaqul bi harbillahi va rasulihi. Demak, bi harbin minallohi va rasulihi. Allohdan va rasulidan keldigan bir jangga dedi. Alloh va rasulining urushiga hozir bo'ling degan gap qilmadi. Leanna hada ablag. Chunki bu taxim balagatli, taxim kuchli. Leanna al-ma'na fa'dhanu bi naw'in min al-harb 'azim min 'indillahi va rasulihi. Alloh va rasulining huzuridan keldigan no'ta qattiq bir jangga hozir bo'linglar degan ma'noda. Bu jangda osmondan tushgan balo bo'lishi mumkin, boshqa shamol biron chapqin bo'lishi mumkin, yoki shunda krizisli bo'lishi mumkin. Har turli kam. Yoki tsunamida bo'lishi mumkin, vallohu alam. وروي أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يد لنا بحرب الله ورسوله. مشاهد كان ثقيف الله ورسوله جان قبلmaymız bununla bulamaymız. Derhal qaytayla debdi. وإن تبتم yani sizlar cezanı qo'liq qilish va ashunda gapni qilishdan tavqisanlar falakum ru'us amwalikum sizlar shu ana pulinglarni olasizlar la qaddimun yani o qaz olgan qaz so'rg'anni yo'q o'simni birsan deb zulm qilmaysizlar ortiq talab qilib va la tuzlamun sizlar ana pulingni kemib ketish orqali zulmga uchirmaysizlar va in kana zu usratin agar pulni qaytarolmay qilib qiynab qolgan bo'lsa
Ve in vaka garimun guramaikum zu usratin sizlarning qarzinglar, qarzingni qaytargan kishilar qiyinchilik ahvolda qolgan bo'lsa, zu i'sar, shunda darhol pul topolmay qolgan bo'lsa, fa naziratun, o'sha hukm nima yoki ish qanday bo'ladi? Nazira ay indar, ya'ni uni muhlat berish deydi. Nazira degan muhlat berishing kerak. Ila maysara, ya'ni pul topgan qadar. Maysura nafi'un va huma lughatan. Maysara deb ishqil qiraat. Wa an tasaddaqu bit takhfif. Asim. Tasaddaqu yani mush asmida o'qidi dedi. Ya'ni tatasaddaquna bi ru'us amwalikum aw bi ba'dha ala man a'sara min ghuramaikum. Qilinib qolgan, pul topolmagan, qarzni qaytarolmaganlarga osh pulning bir qismini sizlar nima qilyapsizlar? Sadaq qilyapsizlar, taxi yaxshi. Ya'ni bu qarzni qaytarolmay qoldi. Butun vayron bo'lib, pul yo'q, yeligi yegili, non yo'qdir. Bu chaqda sadaq qilyapsizlar, taxi yaxshi. Ba'zan qarzni zakatga chiqartish masalasida shuni qoladi. Sen qarz berib to'g'a, bu qarzni qaytaramadi. Qaytarammagan normalda, bo'ldi, senning pul sadaqa deb buni qilyapsan yaxshi. Endi zakat bermoqchi to'q, bu zakatni g'ariminga berib qo'y bir qismini. So'ngra sizniki emas, men 5000 qo'y, bo'ldi men amma zakatga chiqardim desam, shuni biroz dil bilib qoladim. Men qarz zakatga chiqarsam bo'ldi deb bunda fatvo berib qo'ydim. Ham qarzda bo'lgan ekan. Faqat lan buni taqishadigan nima ekansa, qabd masalasi bo'lish kerak deydi ekan. Lekin bu qabd masalasini tekshirib nima qilsam, buni endi qabdni shart qilgan masalalarda. Bu unda nima emas ekan. Bu bak unda asoslanib turib olgan bir nima emas ekan. Qabd bo'lsin, bo'lmasin. Lekin bu qabd hukmi hamdi. Qo'lda olmasa bu, lekin shu chaqda bir isqat bo'lgan ekan, bo'ldi ekan. Yani Müslümanınki qarzini uni g'amdan xalos qilish va ibra' zimma, endi ma'lum zakat berish, zakatni ado qilgan bo'ldi. Nurg'un 7-8 xil bu foyda bor ekan. Qiyomatda bu undan so'ralash nimasi yo'q qoldi. Va an tasaddaqu, yani tatasaddaqu bi ru'us amwalikum aw bi ba'dha ala man a'sara min ghuramaikum. Hammasini yoki bir qismini bo'ldi olmaysizdan zakat chiqardim desa yoki sadaq qilyaptim desa, bu yaxshi deydi. Va bit tashdid g'ayruhu, yani tasaddaqu deb qiraat qilib ba'zida. Tattakhfif ala hadfi ihda at-ta'ayn. Tasaddaqu degan ta'dim bizni tatasaddaqudin o'rinda bizdan suratga hisobda. Tashdid bo'lsa, ta'ni sadqa kirishtirayotgan. Idg'am. Tasaddaqu deydi. Birinchi sad asli ta shu. Hayrul lakum, yani bu siz uchun foydalidir. Qiyomatda, dunyodami, ham yerda foydali bo'lishi mumkin. Va qila urida bit tasadduq al-inzar li qawlihi sallallohu alayhi vasallam la yahillu daynu rajul muslimin fayuakhiruhu illa kan lahu bi kulli yawmin sadaqa. Albatta kechib turib muhlat olsa, u savobli qish Buxoriydami, kuntu unzirul mu'asir deb bago bir kishiningki Bani Isroilda shunda tajavuzanul mu'asir yoki mu'asir deb farqli rivoyatlar bor. Shundami, endi muhlat o'tdim, ba'zan mayli deb kechib o'tdim degandek rivoyat. U hamda shunda katta bir ishim. Demak, o'sha odamning va shu endi Allohning oldida munda ishim bor deyadigan nimasi shu ekan. Mening munda bir ishim bor deb tilg'agan ekan, o'shaning sababidan jannat shirkatda. Bayatım degandek, endi qilib qo'ygan bir yaxshi ish ekan. In kuntum ta'lamun, yani sizlar shuni bildigan bo'lsanglar, bu cho'qim sizga foydali. Shuna qilinglar shu ishni deydi. Ja'ala man la ya'mal bihi va in alimahu ka'annahu la ya'lam. Mana bilgan bo'lsa, amal qilmagan bo'lsa, bilmaganda qilyapti. In kuntum ta'lamun. Amal qilinglar, bilganki amal qilinglar, undan bilgandek bo'lsa, bo'lmasa bilmagan hisobda. Vattaqu yawman turja'una fihi ilalloh. Yana sizlar Allohning huzuriga qaytadigan shundoq bir kun dahshatidan saqlaninglar, azobdan o'zingizni daldag'ilinglar. Tarji'una Abu Amr tarji'una fihi ilalloh debdi. Raja'a deganda lazimun va mutaaddin deydi. Mutaaddin kildi, lazim holatda kildi deydi. Qila hiya akhir aya nazala biha Jibril alayhissalam. Mushu eng oxir qatim tushgan oyat deb muqarribdi. Demiş qiyinlarga ta'kid demek. Çünkü başka qarashim bor. Eng oxir shikoyat qaysi desa, ixtilof bor. Shunga bu bir xil qarash, jalliqroqmi shu? Undan boshqa xil qarashim bor. Yawma akmaltu lakum dinakum deganlar bu dinning mukammal bo'lganligiga, shariat ahkomlarining to'liq bo'lganligiga tushilgan oyatlarning eng oxiri. Masalan, idza ja'a nasrulloh deganlar Allohning nusratining tamam bo'lganligiga bishorat bo'lgan oyat. Sura nimsida? Mükemmel sura şeklinde ahir çıkan sura. Bunun dalili Resulullah'ın ki vafat ettiğinde de ablan namaz tefsir işaretini şu anda kıldık yazıp duruştu.
O işaret denge çıkmadı onun. Kanda bu tabii hamdı. Resulullah Allah'ın elçisi. Bu elçiliğin vazife bilen kelgen. Endi vazife adavlıq bolupdy. Kanda boldy? Dünýäde kirdi. Ve aşağı baş sahabının bayan tafsirini toğra. Yani o bir yer kilip şeye toxtagan gap. İbn Abbas onu da halkat. Yani bu mandanasını dalalat kıldı da koşup koygan gap. Demek feth oldu. Bütün kafir İslam'a çiğdi. İslam kang taqaldı. Din mesela yoklap ketiştin, alqıp ketdi. Bunda olanıkin Resulullah'ın vazifesi çünkü dediğin mezmun çıkdı dep anı katkan gap. Lekin o İbn Abbas her gün feth nima olsa deb u fatva bu boshqa gap demadi uni. Demak fatva olsa fatva Makka olsun sulhul Hudaybiya yoki kishilar shunda top İslamga kirdi to'g'ri dedi. Undan keyin amdan ishoratlarga kelib, bu ishoratlar asosan olimlarning kibirligi dalil. Shundan tafsir ishoratini ya o ishora olmaydi, o ashunda bo'lganligi keyin natijada nima keltirib chiqirdi? Tabiiy holatda bunda bo'ldi aqli bir nima u. Yakun. Onun yanında aşı Şeyh Bedri bilen Ömer radıyallahu anh'tan sonunda Nabbas'ın tövbe ottağızı bundan ne mukayese bu hayran kalıp nimede küçük olan bizden sorduğumuzda hatta dediğinde ne mukayese daha sıla Zaten Resulullah'ın musliminin hakik manasını düşünüp bakımlar lazım fırsat bakımlar başka sahabe ottağızı ki İbn Abbas'ın bu eceli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şundan haber verilgen Peygamber Aleyhisselam'a Peygamber Aleyhisselam özünün eceline yakınlaşkanlıkını söylüyor Zaten Resulullah'ın bilgen bilsen sen kaptan onu Peygamber şunda Ayşe'nin demiş ayetinin arkasında nimdir var. O şu ayet düşkenden keyin Resulullah yüz ulaştığın burun insanların tesbihini çıkaydı. Nima bu tafsir ishoramdi? Bu olimlar adada o'qilmaydigan bir tafsir. Lekin bu tafsir ishora emas, man tafsir ishora degan tafsir ishora bo'lmasligi mumkin. Bu endi bir yakunlab chiqargan nima? Lekin tafsir ishora degan nima? Yakuluna riba ma ya falan narsa ishorat. Va alif sana ishorat. Bu kaf degan mandanasini bildirdi deb. İnnalloha la ma'al muhsinin deganda bu la ma'a degan haqiqatlikda آخر سيهم نزل القرآن سبعة أحرف في باطنها وظاهرها ده. باطن ظاهر يعني نخوي كمان لكن. أشد تفسير. أنزل القرآن على سبعة أحرف تيجي نبي صحيح. لكن أشبه. من برد كلمة الشريعة كذا. ومدة جتني مقطع. شنو كيندو قش. باطن ظاهر يعني hadisden lafzımız. Tefsir işare adette ehl-i sünnet bakımda etibar hesap kılmayız. Demek ahir ayet bu şu vattaqu yawman turcauna fihi ilallah dedi. Cibril Resulullah adetuma faqad da'ha fi ra'sil 280 min al-baqa. 280 ayetning 5'i qo'ygan 281 mana. 281 ga qo'yapti. Ve aşa Resulullah sallallahu ba'daha 21 yawman. Resulullah mushu ayet tushganiga 21 kun yoki 81 kun yoki 7 kun yoki 3 soat yashadi degan rivoyat bor. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Andın her bir nafs o'zi qilgan amallarini savobini yoki jazosini to'liq oladigan dedi. Ey jazo ma kasabat. Wa hum la yuzlamun. Demak, ash kunda yaxshi yoki yomon qilmishning natijasini to'liq ko'radigan, ko'rgan shunda saqlaninglar dedi. Wa hum la yuzlamun. Demak, ular ya gunohini avutib yoki yaxshilikni kamaytirib orqali zulm qilmaydi dedi. Shunda bir kundan saqlaninglar demoqchi. Şehit olsun mu? Wallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.